Diqqat xalq, tezkor xabar. Bugun O'zbekistonda anomal issiq havo harorati biroz chekinib, nisbatan salqinroq va barqaror ob-havo kuzatilmoqda. Respublika hududlarining katta qismida havo ochiq va kam bulutli bo'lib, kuchli yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Hududlar bo'yicha ko'rsatkichlar: aksariyat viloyatlarda kunduzgi havo harorati +30 darajadan +35 darajagacha iliq bo'ladi. Janubiy viloyatlarda, Termiz va cho'l zonalarida yuqori harorat saqlanib qoladi. Harorat +42 daraja, +43 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Qoraqalpog'istonda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Shamol tezligi respublika bo'yicha 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.